qanday bo'ldi bir qo'r takrorlab baqsaq, birinchi bo'lib bir zimin bo'lish kerak ekan. U zimin boshqa hech qanday davlat tarafidan "Mau mening ziminim" deyilgan zimin bo'lmasligi kerak ekan. Shunga birinchi shart bilan biz tushmaymiz. Shunlashqa bizga mos keladigan nima desanglar, dunyodagi hamma davlatlarniki erki qirg'inchilik yuz beradi ma Uyg'urlarga deganni e'tirof qilg'izish orqali ma'noga yana bir xil yo'l. Bu unclaimed land, ya'ni boshqalar tarafından e'tirof qilinmagan zimin. Birinchisi zimin bo'ldi, ikkinchisi odam bo'lish kerak, ya'ni shu yerda muqim yashaydigan odam bo'lish kerak deydi. Ikkinchi qadam u bo'ldi. Bizning odamlarimiz vatanda qirilib tugib ketib boradi. Shunga qilgan ishimiz erki qirg'inchilikni to'xtatishga harakat qilish degan gapim shu. Hozir bu indigenous mu emasmi, biz nimaga tava undaq nimalarni tahlil qilmay, u PDT tarafından e'tirof qildirgan shu hammaning keyindagi tizim qilgan ijtimoiy vahshatlarni hisoblagan chog'da biz nimaga tava, biz indigenous tavami emasmi deb nimaga tava biz? Men deb beray, eng to'g'ri javob biz refugee tava, vatanga qaytolmaydigan azimin Xitoy tarafından besib olingan degan atalgan refugee deganga tava biz. Nega tava indigenous tava deb. Refugee tava boshqa davlatga berib panohlik tilaydigan tava. Shu refugeelarga tava. Refugee'ning balası şu, refugee'ning balası buludu. Balanızın balası, refugee'ning sizning navringiz buludu. Refugee'ning navrisi. Biz refugee'ga tava şu. Panohlanuvchilarga. Qanaqa bo'lib ketdi? Zimin, odam, ananiki hukumatning prinsiplari hamning oyog'ida PDT'niki 15 davlatning ichidan 10'si e'tirof qildirish deydi. Bütün xalqaro e'tirof qildirishda bizniki qilgan ishlarimiz hozirgi qirg'inchilikni to'xtatib, shuni e'tirof qildirish. Shuning uchun amaliy ish qilaylik, bekor munozaralarni qo'yaylik, bekor munozaralarni tashlaylik, amaliy ish qilib, o'sha Twitter'dagi faoliyatlarga